Assalomu alaykum qadrli chambarakdoshlar, sizlar bilan Asilbek, sizlar Aravosoz kanalidasizlar. Bugungi obzorimiz 2015-yilgi Gentra bo'lib o'tadi. Narxlari qiziqroq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, layklarni bosib qo'yinglar, kommentariyga izohlaringizni qoldiringlar. Kimda-kim Gentra, Lacetti izlab yurganlar bo'lsa, xullas ularga tashlab qo'yinglar, o'zlariga bemalol ko'rib, narxlarini biladi. Agar narxlari ma'qul kelayotgan bo'lsa, avtomobilni bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilgan holda savdolashlaringiz mumkin va xarid qilishlaringiz mumkin. Xullas, tanishtirib o'taman, qiziqroq bo'lsa oxirigacha ko'ramiz. Yuqorida aytgan gaplardek layklarni bosamiz. Qani ketdik. Avtomobilimizning g'ildirak qismiga keladigan bo'lsak, g'ildiragi absolutni yab-yangi, o'zini kalpaklari taqilgan, diskalari 15 razmerdagi shina taqilgan. Ichki salonlariga keladigan bo'lsak, ichki salonlarni ko'rib turibsizlar. Birinchi pozitsiya avtomobil o'zining haqiqiy magnitofonlarini qo'yilgan, skorlichaklari Malibu skorlichak qo'yilgan, tuning qilingan, desaga ham bo'ladi. Yurgan kilometr tabloga qaraymiz, tablo bilamiz 2010-yil chiqqan Gentralarda tablo xuddi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xullas, yurgan kilometri 92889 kilometrda yurib qo'ygan ekan shu vaqtgacha chiqqandan buyon. Xullas, sidinalar uncha bosilmagan, cho'kmagan, o'zini qanday holatda bo'lsa shunaqa turibdi. Chexollar taqilgan, oddiy chexollardan. Kovriklar, ajriq kovriklar taqilgan, qo'yilgan. ABS sistemasi bor avtomashinada, hozir tanishtirib o'taman. Konditsionerlari bemalol zo'r yaxlatadi. Avtomobilimiz 90 talik temir metan bilan jihozlangan. Endi kapotga sayohat qilamiz, motorni tomosha qilamiz. Motor qismiga keladigan bo'lsak, motorimiz 4-pokoleniya metan bilan jihozlangan. Gidravlika rullar har doimgidek. ABS sistemasi bilan ham jihozlangan. O'zingiz bir tomosha qilishingiz mumkin. Konditsionerlari o'z joyida, hammasi o'z joyida. Xullas, bir tomosha qiling va keyingisiga o'tamiz. Avtomobilimizning orqa oynalari qora tonirovka bilan bezatilgan. Xullas, shunaqa gaplar. Yili 2015, probegi 9200 dan baland yurgan, kraskasida bir dona petnosi bor, 4-pokoleniya 90 talik metan o'rnatilgan Gentramizga $8000 so'rashyapti, azizlar. Kimga-kim narx ma'qul kelsa, telefon qilib bog'lanib, savdolashlaringiz mumkin. Bizni kanalda yiroqlashmanglar, kuzatib borishda davom etinglar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.